Ko'rib turganingiz ko'hna Buxoro, donishmandlar shahri. Kamina bir zamonlar shu shaharda bir qozi buva huzurlarida mirza bo'lib ishlar edim. Kunlarning birida odamlarning da'volarini ajrim qilib qorigan qozi buva menga men qarib qoldim shekilli. Bir aql xushli shogird topib, ishimni o'rgatmasam bo'lmaydi. To'g'ri-yu, lekin sizga munosib shogirdni qayerdan topamiz, Taqsir? Biz topmaymiz, o'zi keladi. Murodjon, Labbay. suv olib kelib ber, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Odamlar! Eshitmadim demanglar! Hurmatli va adolatli qo'y janoblari, yosh sudga shogird izlamoqda. Kimki u kishining shartlarini bajarsa, qoziga Yana nima edi-ya? Kitob. Oyijon, Ha? jarchin ovozini eshitdingizmi? Men ham o'zimni bir sinab ko'rsam degan edim. Nimayam derdim. Rahmat. Bora qol, bolam. Amakijon, shahargacha olib keting. Hoppa. Oyijon, xavotir olmang. Tez orada xabar beraman. Assalomu alaykum. Madrasa qayerdaligini ayta olmaysiz? Ana. Rahmat. Oxiri sizmi? Nardir. Ha? Bular ham navbatdagi. Kiringlar. qaysi biringiz aql zakovatingiz bilan meni qoyil qoldirsangiz, o'shani o'zimga shogird qilib olaman. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Tayyormiz. Siz aytingchi, bu dunyoda hech kim o'qiy olmaydigan yozuv qaysi? Peshonaga yozganni bilib bo'lmas ekanda. Barakalla bo'tam, barakalla. To'g'ri topdingiz. Ha, mana o'g'lim siz aytingchi. Ha? Ekst. Hech Ha. Biror harakat qilmasdan nimani o'zgartira olamiz? Bekorki mana fikrni To'ppa to'g'ri. Barakalla. ya nahotki. Xo'sh, qana yigitcha aytingchi, qo'limda nima bor? mana. Ya? Qani beri kelchi. Bu nima qilganing? Ha. Ota-onam meni ochiq qo'lni bo'sh qaytarmaslikka o'rgatishgan. Shunaqa degan ma'qul, ma'qul. Aslida esa qo'lingizda ixtiyoringiz bor. Oyijon, o'rtog'imga ham bersam ma'lummi? Ixtiyoring o'zingda, bolam. Ma. Rahmat. Rostdanam ixtiyorim. Barakalla. Hammangizning javobingiz ma'qul bo'ldi. Endi bolalarim kech kirib qoldi. Menikiga yuringlar. Mehmonim bo'lasizlar. O'sha yerda davom etamiz. Shunday qilib 50 yildan oshib qoldi. Endi aytinglarchi bolalarim, bu shaharda mendan zo'r kim bor? Nimalar deyapsiz, Taqsir? Bu atrofda sizdan zo'ri topilmasa kerak. Xo'sh, o'g'lim, sizning fikringiz nima? Taqsir bunday savolni qo'yishning o'zi noo'rin. Chunki agar siz bo'lmaganingizda Bunga siz nima deysiz, o'g'lim? Taqsir, nabirangizga biroz qarab tursangiz, javobini bilib olardingiz. Mayli. Bo'pti. Qani, kela qol bobongga. Kel, ey bola. Hey. To'xta. Qo'lga tushding-ku. Mana qozi buva. Obering varragimni, obering. Keksa bobongni rosa yugurtirdinga, Zumrasha. Bola zo'r degani shu ekanda. Xo'sh, xizmat buvijon. Qozi janoblari uydamilar? Zarur ishimiz bor. Kelinglar, kiraveringlar.
Shu desangiz hajga borish niyatida hovlimni sotuvdim. Oltinni yarmini olib, Hoshimboyni oldiga bordim. Pulni qachon qaytarasan? Topishim bilan albatta qaytaraman. Oxirgi chaqasigacha qaytarasan. Xo'p. Aks holda o'zing bilasan, ha? Bor budingni shilib ol. Haligi axir. Bor toshingni tar. Xo'p. Kim o? Hoshimboy, bu men qo'shningiz pulimni omonat qoldirsam degandim. Omonatmish. Kiravering. Keling, onaxon. Menda nima ishingiz bor edi? Xo'sh, Sizni halol va diyonatli odam deb eshitganman. Shu pulni sizga omonat qoldirmoqchiman. Safarda tez-omon qaytib kelsam, qaytarib berasiz. Kela olmasam, xohishingizga qarab ishlayman. ha, onaginama. Qo'ymadingiz-da. Mayli, yordam bergan bo'lsin. Umringda baraka top. Rahmat, bolam. Arzimaydi, qo'lingiz to'q bo'lsin. Mana, endi onaginam. Shu omonatingizni olganingiz haqida hujjat yozib bersangiz. Xo'p, bolam. Uyimga yetib borgach, xaltani ochib bunday qarasam, voy sho'rim. Voy, Hoshimboy. Oltin tangalarim qanday qilib mischaqaga aylanib qolganini tushuna olmayapman. Yaxshilikni bilmagan kampir-ey. Hali mendek halol odamga tuhmat qilmoqchimisan? Yo'qol ko'zimdan. Voy sho'rim. Yo'qol. Jura. Hali ham shu yerdamisan? Olapar, toplan, olinglar. Ol. Voy sho'rim. Voydo, yordam beringlar. Voy sho'rim. Endi nima qilaman? Bu odam omonatga xiyonat qildi. Qozi janoblari, bu hammasi tuhmat-ku. Pullar solingan xaltangiz bus-butun emasmidi? Qanday bo'lsa shundayligicha qaytarganman. Qozi janoblari, agar gaplarimga ishonmasangiz, mana isboti. Nima bu? O'qib ko'ring. U tuhmat qilyapti. Qani, menga tegishli oltin tangalari Hoshimboydan oldim, unga e'tirozim yo'q. Bu yoq qiziq bo'ldi-ku. Ana, o'zingiz e'tirozim yo'q deb yozib bergansiz. Bu bering. Qani, sizlar nima deysizlar? Bor ekan-ku. Bo'ldi-da. Hop, Kampir tuhmat qilyapti. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Ayting, ertaga kelsin. Barakalla boqsa odam bo'lasizlar. nima gap? Xo'sh, nimani o'ylading? Taqsir, hujjatlar saqlanadigan xaltangizni olib kelsangiz. Mana, Bir chetini kesib qo'ysak. Agar ruxsat bersangiz, tonggacha javobini topib qaytaman. bora qol. Kalavani uchini mana shu yerdan topsam ajabmas. Uni qara. Xuddi o'zidagi. Ya. Kim to'qidi buni? Kosib Naba amaki. Ha, men to'qidim. Bu xalta nima bo'pti? Yaqinda Hoshimboyning hamyonini yamab beruvdim. Xursand bo'lib menga 5 ta lob berdi. Mana. Shunaqa degan, barakalla. Juda usta ekansan. Aytuvdim ha, men bilan tenglashma deb. Qalaysan Hoshimboy? Bujon, bu yoqqa keling. Voy, O'zingizni tilla tangalaringizni taniysizmi? Ha, taniyman. Voy, mana bu 5 ta tilla tanga meniki. qo'lingni ko'tar. Qani qozi pochcha, Egriga pulni el berib bersa. oling-chi. Elni talab deb bejiz aytishmagan ekan. Ha, shunday.
Bolalarim, jinoyat jazosiz qolmasin. Demak, qaranglar. Mana bu uning uyi. Keyin u shahar darvozasiga boradi. O'sha yerda kutib olamiz. Ularni boplab chalg'itaman-da, boshqa tarafdan qochib qolaman. Cho jonivor. Hoshimboy, yo'l bu yoqda. Voy, Yo'q, bu yoqda. ha? Ah! Voy, voy. Odamlar, Hoshimboy bu yerda ekan. Ana u, tutinglar uni. Tutinglar. Men bu yoqdaman. Sizga mana bu kerakmi? Mana oling. Bo'la qol. Hammasi joyida ekan. Yechilib qolsang-chi. Hey, nima qilyapsan? Ketdingmi? Hayda! Che jonivar. Jasorat ko'rsatib, yovuz jinoyatchini qo'lga kiritgani uchun Murodjon va uning do'stlariga shahar ahli minnatdorchilik bildiradi. Marhamat onaxon. Rahmat. Bugundan boshlab hammangizni Hosikalon madrasasi talabalari deb e'lon qilaman. Muborak bo'lsin. Rahmat, minnatdormiz.